Ruh yergimish bilanlar mushundek o'xshagan matang yasash o'rgandik do'stlar. Menga o'xshash matang yeyishni yaxshi ko'rganlar cho'qim o'rganolajimi? Ta'mi ajoyib bezol ekan. Ketarlik materiallar bo'lsa, yong'oqni asos qilgan holatda uyinglarda bir quruq yergimishlarni tayyorlab olsanglar bo'ladi. Men mush piyolani o'lcham qilib 2 piyola yong'oq meg'izi, 1 piyola kishmish, 1 piyola badam meg'izidan kavurg'uning meg'izini tayyorlab oldim. Endi mush piyolaning o'zida 1 piyola asal, yarim piyola shakarda qiyam qilib oldim. Agar uyinglarda meg'iz bo'lib qolsa, 1 piyola meg'izni ortiq qo'ytinglarchi, men qiyam saljiq bo'lib ketib ekan. Yoki asaldan shakarni ozroq aziltib olsanglar bo'ladi. O'tni eng bo'sh holat echib, shakar erigichilik mushta to'xtatmay aralashtiramiz. 15-20 minut atrofida aralashtirgandan keyin bir qachiq suv elib olib, mushta temitimiz, men qiyam temitgandan keyin qachida yeyilib ketmay suvda qo'limizga og'il bo'lgan holatda qiyam tayyor bo'lgan bo'ldi. Anandagi o'tni etib etib, mushta meg'izning ustiga qo'yib olsak bo'ldi yoki meg'izni qozonga qo'yib, qiyam meg'izni takshi yepishgacha aralashtirib olgandan keyin uyda mushta chunqiroq lis yoki leganlaringlar bo'lib qolsa, ostiga mushunda xashon silib, ustiga meg'izni tükib olsak bo'ldi. Endi buni mush qo'limizni bir qatim yo'ldab, nam qo'limiz bilan mush yengil holatda besib tekshirib olgandan keyin yarim soat atrofida sovutish qo'yib qo'yamiz. Butunlay sovib muzlab bo'lgandan keyin xashonlarni suyib etib, buni ehtiyojimizga qarata parchalab olsak bo'ldi. Qaranglar do'stlar, bozorda sotgan matanglarga o'xshabdimi? Bozordan odatda mushiningchilik bir parcha matangni qancha pulini beysizlar, inkasrayni yozganlar ko'rib boqay. Men buni mushunday kichik-kichik qilib parchalab oldim. Buni dasturxonlarimizga tizib olsakmi va yoki